Osmon tuni bilan odamlarning qayg'u-hasratlarini tinglay, o'ksib, yulduzlarni ko'z yoshi misol duv to'kilib ado qildi-yu rangi bo'zara boshladi. Quyosh chiqquniga qadar bu sho'rliklarning ahvoli ne kechar ekan? Ko'rib olaychi degan maqsadda birgina yulduzini qoldirdi. Yigitalining ko'zi shu yulduzda. Yonida 2 o'g'li. Supaning u chetida xotini uxlab yotibdi. Hozir ular ham uyg'onishadi. Xotini bilan kichik o'g'li boshoq tergani jo'naydi. Kattasi bugun hosilotnikida ishlagani buyurilgan. O'zi esa quruq to'rvani yelkasiga osib, yog'och oyog'ini do'qqilatganicha podani haydab ketadi. Tog' qorong'ugacha hovli yelkasidagi to'rvasi kabi bo'm-bo'sh hovlab turadi. Gospitalda oyog'ini kesgan doktor unga yog'och oyoqda ko'p yurma deb tayinlagan. Qishloqqa qaytgach uning podachilik qilishini bilganda bunday demasmidi? Hozir kim yonboshlaydi? Hamma oyoqda. Yaxshiki tun bor. Oyoqlarni uzatib yotish mumkin. Bo'lmasa odamning beli ko'rpacha iskemay, oyoq bo'lganiga pushaymon yeb yurarmidi? Yigitali kesilgan oyog'ining zirqirab og'rishidan uyg'onib ketdimi, yo ko'rgan tushidan cho'chib uyqusi buzildimi aniq bila olmadi. Yarimta oyog'ini ehtiyotlab silab, bu tun ko'rgan tushini esladi. Zambarda 3 bolaning o'ligi emish. Uchovi ochlikdan tarashadik qotgan. Quruq suyakning o'zi. Murdalarning tepasida Ramazon. Urushda bir ushoqni bo'lishib yegan qadrdoni. Yigitaliga xo'mrayib qarab turganmish. Bolalarimdan xabar olmading. Ana endi ularni o'z yonimga chaqirib oldim, dermish. Sen halok bo'libmiding? Deb ajablanarmish Yigitali. Ramazon esa javob bermasmish. Ana shunda zambardagi bolalar irg'ib o'rlardan turishib, uni quchoqlashib olishganmish. Ramazon esa ulardan uzoqlashayotganmish. Yigitali do'stini to'xtatmoqchi bo'lganmish, ammo yura olmasmish. Ko'rgan tushi shu. Zambardagi 3 bolaning o'ligini kecha o'ngida. Poda qaytayotganda ko'rgandi. 2 ayol, 1 erkak zambardagi 3 jasadni qabristonga eltishayotgandi. Erkak qambar cho'loqqa qishloq ahli go'rkolik vazifasini yuklagan. Nahot kavlashni bilmayman deb rad etmoqchi bo'lganda, bu bahona o'tmagan. Hozir qoidasini keltirib go'r qaziydigan, murdani yuvib kafanlaydigan zamon emas. Yuvishga-ku yuviladi, biroq oppoq surp emas, balki qo'lga ilingan mato bilan kafanlab, keyin tuproqqa topshirilsa bas. Yuziga tuproq tushmasa, erta-indin sayoq itlar kavlab yeb ketmasa bo'lgani. Cho'loqligi inobatga olinmasa, qishloqda 4 muchasi sog' erkak shu qambar. Rais hisobga kirmaydi. U odam emas, u rais. O'zining qarichi bilan o'lchansa, gunohkor bandalardan yuqori turadi. Mulki Firavnnikiday bo'lmasa-da, u ham o'zini shu yerning xudosidek his qiladi. Farqi bitta, unga sig'inib namoz o'qilmaydi. Boshqa jihatlari Firavnning o'zi. Aytgani aytgan, degani degan. Odamlar Xudodan qo'rqishmaydi. Xudo rahimdil, shafqatli, gunohimizni kechir yoki ko'rsa ham ko'rmaganga olar deb marhamatidan umid qilishadi. Ammo raisdan umid yo'q. Kechirmaydi, ayamaydi. Uning boshqa erkaklarga qo'shilib urushga jo'namagani sababini hech kim bilmaydi. Ehtimol Xudo shu qishloqdagi bandalarimni ezib, qoniga tashna qilib yuborasan degan vazifa yuklab olib qolgandir. Agar shunday bo'lsa, birov unga "Ho, inson bolasi, qishloqda erkak zotini ko'rib turibsan. 57 arslon urushga ketib, 2tasigina qaytdi. Shularni bittasi oyoqsiz, bittasi esa ko'r. Xotinlar go'rkolik qilsa uyat-ku. Qambar cho'loqqa yordam ber yo g'assolik qil deb ko'rsin-chi." Xullas, avval go'rkolikni, keyin esa g'assollikni ham bo'yniga olishga majbur bo'lgan qambar cho'loq kecha oqshomda ketmonini yelkasiga tashlab, zambarning oldiga chayqalib kelardi. 2 ayol orqada, 2 yon tutqichdan tutgan. Qambar cho'loq qadam tashlaganda zambal dam u yon, dam bu yon qiyshayaverib ayollarni ancha urintirib qo'ygan. Yigitalini ko'rgach zambalni yerga qo'yishdi. Ayollar muk tushib o'tirib nafas rostlashdi. Qambar cho'loq Yigitaliga yaqinlashdi.
Boshoq terayotgan yerimdan chaqirib kelishdi. Uchovini baravariga jon berganini qara, dedi u Yigitali bilan omonlashgach. Kimni bolalari bular? Yigitali janggohda o'limlarni ko'raverib, diydasi qotib ketgan. Lekin zambardan qator yotgan, ustiga eski latta tashlangan bolalarni ko'rib xo'rligi keldi. Tomog'iga nimadir tiqildi. Ola ta'sir jang paytida o'lsa mayli edi. Bomba tagida qolib o'lsa mayli edi. Qurshovda qolib o'lsa ham mayli edi. Endi-chi, urush tugaganiga 1 yil bo'ldi. Dala to'la don bo'lsa-yu, bolalarni ochdan o'lishiga qanday chidash mumkin? Urush tugaganiga 1 yil bo'ldi. Bag'rini qorga berib yotganida, olovga kirganida, g'alabadan keyingi kunlarni shunday tasavvur qilarmidi? Ochlik, qashshoqlik, urush daraxtining achchiq mevalari. Demak, daraxt hali qurigani yo'q. Hali bu mevalardan ko'p totib ko'rishadi. Bittasi Zebiniki, anavi yamoq ro'mollisi. Sotvoldini xotini sendan 1 hafta oldin ketgan edi, esingdami? Qani, nosdan olchi. Eridan yodgor edi bechora. Asray olmadi-da. Qambar cho'loq Yigitali uzatgan nosdan o'tib, kaftini qoqdi. Bittasi Halimaniki, Eshko'zini xotini. Qishloqda Qoraxat birinchi shu xotinga kelgan edi. Bu ikkinchi bolasini egamga topshirishi. Uchinchisi kimniki? Zarifa Shaddodniki, Shodivoyni xotini. Qambar cho'loq Yigitali 4 yil urushda yurib hammani unutvorgan deb bilarmidi? Har holda birov haqida gapirsa, batafsil izoh berishni sira qo'ymasdi. O'zi qani? Isitmada alahsib yotibdi. Bolasini o'lganini bilmay ham qoldi. Og'zi tupukka to'lib gapirishga qiynalgani uchun Qambar cho'loq boshini burib, nosni tupurdi-da bo'yniga tashlab olgan chorsining uchi bilan labini artdi. Azob bo'lganda bolalarga azob bo'ldi. O'val ketishyapti bechoralar. Dunyoga kelib, azobdan boshqa narsani ko'rishmadi. O'liklari tozaroq kafan ko'rsa ham mayli edi. Shunisiga kuyaman. Shunchalik och ekan aytishsa bo'lmasmidi? Kimga? Raisgami? Voy, undan ko'ra egamdan iymon so'ra, beradi. Aslida sen rais bo'lishing kerak. Kommunizmga yangi rais saylashibdi. Urushdan kelgan Vaisovni eshitganmisan? Bittagina medali bor ekan. Seni 2ta ordening bor. Sen rais bo'lishing kerak. Bu bitta meni gapim emas. Odamlar shunaqa deyishyapti. Yo'q yerdagi g'alvani kavlamalaring. Menga rais bo'lasan deb orden berishibdimi? Urushdagi xizmat urushda qolib ketdi. Raislik meni qo'limdan kelmaydi. Undan ko'ra hamma yig'ilib raisdan so'rasin. 2 kungina bo'lsa ham boshoqni ro'zg'orimiz uchun terib olaylik. Qambar cho'loq bu gapni eshitib bosh chayqadi. Bilmadim-o. Kecha adirga chiqib Guljahonni qamchiladi. Bolasi 3 kun ketma-ket baraka boshoq topgan ekan. Sen brigadirligingni pesh qilib, boshqalar topgan barakani ham bolangga yozdirgansan, deydi nodon. O'rtaga tushsak ham qo'ymaydi-ya, Dayusni bolasi. Insofi yo'qlar ham bor-da. Qaysi bir qora kuyani ko'ziga Guljahon boyib ketganday ko'ringan u raisga chaqqan. Bechora degan shunaqa ig'vo bo'lishini ko'ngli sezib, bolasi topgan barakalar uchun bitta ham boshoq olmagan ekan. Sen shu raisdan insof kutyapsanmi? Qo'y uni. Mollaring bu yog'iga yo'lini topib ketadi. Sen menga qarashib yubor, kun botyapti. 2 cho'loq bir bo'lib bechoralarni ko'mib kelaylik. O'zimga qolsa 3 bitta go'rga ko'mamanmi deb turdim. Aqalli o'lganda yayrabroq yotishsin. Yur. Poda qishloq yo'lida ohista ketmoqda. Podachining baqirib kuyishiga hojat ham yo'q edi. Bu yog'i xavotirsiz. Qambar cho'loq aytganidek har biri o'z go'shasini topib boradi. Yigitali tayog'ini Zebiga berib, o'zi zambarning orqasiga o'tdi. Xotinlar jim borishardi. Yig'lashga ularda mador, ko'zlarida yosh yo'q edi. Urush payti aza ochaverib, azadorga qo'shilib yig'layverib ko'z yoshlari qurib bitgan.
Ularning jimligi Yigitalni battar azobga soldi. Yig'lashganda edi, faryod urishganda edi. Bu bolalarning, bu begunohlarning o'limi Yigitali qalbini bunchalik tirnamas, bunchalik poralamasmidi? Kecha o'ngida ko'rgani bu tun tushiga kirdi. 2 yil badalida janggohda suyangan birodari Ramazonning bolalari bo'lib ko'rindi. Yigitali tongga bandi bo'layotgan osmondagi tanho yulduzga tikilgancha ancha yotdi. Oyog'ining zirqirashi sal bosildi. Shu yaqin o'rtada ot pishqirdi. So'ng tuyoq ovozi eshitildi. Yigitali tirsagiga tayanib qaddini ko'tardi. Kim bo'ldi bu? Degan xayolda ko'cha tomonga tikildi. G'aflat botib yotibsanlarmi? Rais-ku. Uyidan chayon chiqdimi bu dayuzning? Kalai saharlab izg'ib qolibdi. Yigitali shu xayol bilan o'rnidan turdi. O'g'li tol navdasidan yasab bergan qo'ltiq hassaga suyanib, otliq tomonga haykallab yurib bordi. G'aflating nimasi? Rais hali tong otgani yo'q-ku. Kommunizmda yangi rais saylanibdi, eshitdingmi? Eshitdim. Yigitali o'zicha gap bu yoqda ekanda deb g'ashlandi. Qo'shni qishloqdagi o'zgarishni Qambar cho'loqdan avval ham boshqalar aytib yurishgan edi. Gap aylana-aylana bu raisning qulog'iga boshqa tarzda yetganga o'xshaydi. Ordeningga ishonyapsanmi? Rais bo'lging kelib qoldimi? Shu xayol uyqungni buzibdi-da. Amal iloni to'shagingda to'lg'onib tinchlik bermadimi? Chakki bezovta bo'libsan. Raisliging o'zingga buyursin. Men tuya emasmanki hammomni orzu qilsam. Tinchligim shu oshi halol bilan o'tib tursa bas. Bunaqa gaplaring bilan o'zingni ham qiynama. Meni ham qatig'imni achitma. Bor bola, yo'lingdan qolma. Yigitali atayin bola dedi. Rais undan 4-5 yosh kichik bo'lsa ham gerdayib sensirardi. Yigitaliga bu malol kelsa-da ochiq aytishga andisha qilardi. Hozir o'rni kelganda yoshi kattaligini pesh qilib qo'ydi. Bundan o'zi huzurlandi. Tabiiyki bu balandparvozlik raisga botmadi. Yigitalida raislikka da'vo yo'qligiga ishonsa ham uni biroz ezib qo'ygisi keldi. Hammomni orzu qilmaydigan tuyakashning ishiga burnini tiqmasligi kerak. Qo'lingdan kelsa, kolxozni ol. Tebrat beshigini. Odamlaring bir kun davlatga, 6 kun o'ziga tersin boshoqni. Xotamito Yigitalining davrida davronlarni sursin. Zolim Safarqulning davrida ezilib adoyi tamom bo'lgan edi. Ola qol raislikni. Sen menga piching qilaverma bola. Rais bo'lsang o'zingga. Sendan qo'rqadigan joyim yo'q. Olsang shu tayoqni olarsan. Odamga o'xshab gaplashadigan bo'lsang, egardan pastga tush. Otda turib sasiydigan bo'lsang, yo'lingdan qolma. Omma bola, oldi ketingga qarab ish tut. Bunaqada xalqni qarg'ishiga uchraysan. Odamlar 2 kungina o'ziga boshoq tersa xirmoningga o't ketmaydi. Xo, akajon, bu boshoqlar meniki emas, davlatniki. O'rtoq Stalinga topshiraman bu donlarni. Bildingmi? O'rtoq Stalinga. Yo siz o'rtoq Stalinga don berishimizga qarshimisiz? Bola deyman, sen gapni boshqa tomonga burma. Biz o'rtoq Stalinga faqat dongina emas, jon ham berganmiz. O'sha jon berganlarning yetimlariga endi non kerak. Hech bo'lmasa ularni yodgorlarini saqlab qolishimiz kerak. Sen o'rtoq Stalinning nomlarini pesh qilaverma. Sen avval o'z xalqingni boq. Ular seni ertangi kuningga yaraydi. Bu yerlardan ertaga ham don olishimiz kerakmi? Kim ekadi? Kim o'radi? Kim yanchadi? Sillasi qurigan ayollarmi? Eti ustixoniga yopishgan bolalarmi? Tillaring burroq. Sen urushda miltiq otganmisan yo gapga o'qiganmisan? Boshing to'la g'ij-g'ij aqlmi deyman-a? Rais, yo'lingdan qolma. Xuddi enangni Uchqo'rg'onning qayiqisidan ko'rsatib qo'ymayin. Oho, do'q ham qiladilarmi hali? O'pkangni bos. Urushga borganman deb kerilaverma. Sen urushga borgan bo'lsang, bu yerdagilar qayish o'qilagani yo'q. Biz senlarni boqdik, biz senlarni kiyintirdik. Och yalang'och qoling bilan qo'llaringdan nima kelardi? O'lsang bir o'q bilan o'larding, ketarding. Biz 4 yil har kuni bir o'lib bir tirilganmiz. Bizda ham til zabon bor, gapirsak arziydi.
Til zaboning bor, bilaman. Ammo sen o'zingni kunda bir o'lib, bir tirilganlar qatoriga qo'shma bola. Bizni kimlar boqib, kimlar kiyintirganini bilamiz. Ular oyoqqa xirom yetik, egnida galife shim ketil kiyib, otda gerdayib o'tirmaydilar. Kunda bir o'lib, bir tiriladiganlar ana. Adirda chang yutib, qon tupuryaptilar. Etlari qichishsa, sen qamchining bilan qashib turibsan. Agar sen bir o'lsang eding, bu kunlarni boshqa ko'rmay deb tirilmay qo'ya qolarding. Qaraya, 4 yil pisib yurishingga fatvo ham topsan-da. Hezalak. Jahl qoni ko'pirib toshgan Yigitali shunday deb ot sag'risiga qo'ltiq tayog'i bilan urib qoldi. Tayoq qars etib sindi. Ot qattiq kishnab sapchidi. Yigitali muvozanatini saqlay olmay yonboshiga go'p etib yiqildi. Rais bexos sapchigan ot ustidan uchib tushay dedi-yu, biroq o'zini o'nglab olib, jilovini qattiq tortdi. Ot yana bir qattiq kishnab to'xtadi. Ko'ramiz, kim kimni enasini ko'rsatarkan. Rais shunday deb otni Yigitali tomonga burdi. Uyg'onib erkaklarning mojarosiga xavotir bilan quloq solib, ularga o'g'rincha qarab o'tirgan Oynisa irg'ib o'rnidan turdi-yu, "Voy dod, erimni o'ldirib qo'yasiz", deb chinqirdi. Bu ovozdan ikki o'g'il ham sapchib turdi. "Ota, otajon", deb qichqirishdi. Hali uyqusi o'chmagan kenjasi, kattasi esa bir ikki sakrashda onasidan ilgariroq borib, otning yo'lini to'sdi. "Qo'rqma, ering oson o'ladigan anoyilardan emas", dedi rais g'ijinib. "Eringga aytib qo'y, sen oqibatsizlarga qarindoshlik qilmaganimda hammalaring yotardilaring, yotadigan joylaringda. Xiy, senga gap urayotganni." Rais so'kina otni burib nari ketdi. Darvoqe, bu xunasta Oynasaga qarindosh bo'lguvchi deya, deb o'yladi Yigitali. O'g'liga suyanib o'rnidan turar ekan. "Nima bo'ldi, dadasi? Nimaga kelibdi?" deb so'radi Oynasa. Xuddi hech nima bilmagandek, hech gap eshitmagandek. "Boshoqqa vaqtliroq chiqlaring deb kelibdi, mehribon qarindoshing." Yigitali shunday deb gapni qisqa qilib qo'ya qoldi. Oynasa, "Voy sho'rim", deb yig'lab lab tishladi-yu, supadagi o'rinni yig'ishtira boshladi. Keyin sigir sog'di. So'ng bir kosadan sut ichishdi. Bitta zog'ora nonni 4 ga bo'lib yeyishdi. Nonushtalari shu bo'ldi. Oynasa eng kichik bo'lakni o'ziga olgani uchun eri unga norozi qiyofada xo'mrayib qarab qo'ydi. "Noningdan yana bormi?" dedi Yigitali qovog'ini ochmay. "Bor", dedi Oynasa aybdor odamning ovozi bilan. "Zarifanikiga olib chiq. Qasdi emish." "Kecha oqshom kirganman. Bugun ham kir." "Xo'p." Oynasa erining avzoyi buzuqligiga rais bilan bo'lgan mojaro sabab deb o'yladi. Bir tomondan u haq. To'polon hovuri hali ko'tarilmagandi. Lekin boshqa tomondan Yigitali tong yulduzga qarab yotgandagi xayoli, qarorini xotiniga aytsammi, aytmasammi degan o'yda qiynalayotgandi. Aytishga qiyin emas. Ammo Oynasa xotinligiga borib, "Yo'q, qo'ying, o'zimiznikilarni o'ylang" deb qolsa, Yigitalining qoni qaynab ketishi mumkin. U bu deb yuborsa ko'ngil xiralik. U mana shundan bezovta. Ko'ngil xiralik bilan yo'lga otlanishni istamaydi. "Qancha uning bor? Bir tandir chiqadimi?" deb so'radi Yigitali. "Chiqib qolar. Nazirobodga borib kelmasam bo'lmaydi." "Maylingiz, ko'zda bormoqchi edingiz-ku." Oynasaning bunday osongina ko'nishi Yigitali yelkasidagi tog'ni qo'latdi. "Tushimga kiryapti", dedi u chuqur xo'rsinib. "Kim? O'rtog'ingizmi? Bugun bolalarni o'ligi ustida turganmishman. Tushda o'lik ko'rsangiz, o'ngda tirik ko'rasiz. Sen tushimni yo'yib, menga aql o'rgatmagin-u, aytganimni qilaver." "Maylingiz, dadasi." Shu bilan gap tamom. Qaysi xotin eriga aql o'rgatib baraka topibdiki, Oynasa topsin. Yigitali yog'och oyog'ini kiydi. Xotini uzatgan chorakda nonni katta o'g'lining xaltasiga soldi. "Bugun loyda ishlaysan. Qorinni to'qlamasang loy chaqadi", dedi.
Oynisa kenjasi bilan Zarifanikiga, undan aldirga ketdi. Kattasi hosilotnikiga. Yigitali esa yog'och oyog'ini do'qillatib ko'chaga chiqdi. Xuddi uni kutib turganday xonadonlardan jonivorlar marab chiqa boshladi. Yigitali Zebi yashaydigan uyga qaramay o'tib, oriq sigirlarni haydab chiqqan ayol qarshisida to'xtadi. Uni salomiga alik oldi-yu, ko'zini yerga tikib, "Bugun gal sizniki", dedi past ovozda. Ayol tushunmaganday Zebinikiga qarab qo'ydi. Keyin qo'shni uydagi fojia xayolini yoritib o'tdi-yu, shoshilib bosh irg'adi-da, "Voy, esim qursin, ha, to'g'ri. Meniki", dedi. "Agar bo'lmasa, o'zingizni qiynamang. Unaqa demang, keling, kelavering." Yigitali indamay nari ketdi. Uning odati shu, hech mahal oshi halol deb baqirmaydi. Podachilik qilgani uchun bersalar oladi, bermasalar yo'q. Ba'zan xaltasi quruq qaytadi. Ba'zan bir necha siqim un, 5 un qurut yoki turshak bilan. Xonadonlar navbatma-navbat ovqat qilib uni siylashadi. Yigitalining vazifasi navbat kimniki ekanini eslatib turish. Har eslatganda hijolat yuki boshini egib qo'yadi. Avvalgi aytmay och ham qoldi. Ochlikka chidab ham yurardi. Ham qishloqlari aybsitishdi. Yolg'on sho'rvamizni nazarga ilmayapsizmi deb pichinglar ham qilishdi. O'shandan beri har kuni eslatadi. Go'yo sadaqa so'raganday bo'ladi. Eziladi. Ammo na iloj. Poda Yigitalining oyog'i og'riyotganini sezganday, shoshilmasdan yuradi. Hatto shayton tabiat echkilar ham yugurishmaydi. Xuddi egalari tuni bilan boqishgan u to'q qoringa yurish erish tuyulayotganday. Qishloqdan chiqaverishda Yigitali oriq otda o'tirgan yigitni, orqaga mingashgan qizni ko'rib to'xtadi. Yigitning ustida yo'l-yo'l beqasam chopon. Juda yangi bo'lmasa ham har holda urinmagan, yamoq ko'rmagan. Qizning egnida shtapel ko'ylak. Yigitali ularni tanimadi. Ustilaridagi yengil o'zlariniki emas, kolxozniki. Raisning xonasida turuvchi bu to'n bilan ko'ylak kelin-kuyovga faqat bir ko'nginaga berib turilardi. Hozir kelin-kuyov qishloq sovetiga nikohlarni ro'yxatdan o'tkazishga ketishyapti. Demak, bu oqshom to'y. 5-10 odam yig'iladi. Dasturxon ustiga 1-2 hovuch mayiz turshak sochiladi. Choynakka olmaqoq solib damlanadi. Yig'ib tergani bo'lsa, bir tandir non yopar, chalpak pishirar, sho'rva yoki mastava bilan siylar. Bo'lmasa yo'q. Sen to'yda non sindirmading deb kim ham ayb qilardi. Yigitali kelin-kuyovning maqsadi, borar manzilni bilsa ham ularni salomlarga alik olgach ko'ngil uchun so'radi. "Ha, yigitni guli, yo'lingiz bo'lsin. Xohladimga ketyapmiz." Kuyovning ohangida baxtiyorlik ohangi bor edi. U kolxozning choponini kiyib uylanayotganga ham xursand. Xursand bo'lmaychi. Gap chopondami? Gap orqada beldan quchib o'tirgan suluvda. Shtapel ko'ylak hammaga sig'sin. Birovga tor kelib qolmasin deb ataylab kattaroq tikilgani uchun bu qizning nozik qaddida xuddi ilvichga ilingandek shalvirab turardi. Qiz o'ziga yarashqli kiyim kiysa, qoshiga o'sma qo'yish bilan cheklanmay, ko'zlari chetiga surma surtsa bormi? Bu yigit qarab-qarab to'ymasa u. Yigit xohladimga ketyapmiz degach, qiz xuddi gunohi oshkor bo'lib qolgandek uyalib boshini egib oldi. Baxtlaring ochilsin, yigitning guli, saodatli bo'lgan qizim, dedi Yigitali ularni duo qilib. Aytganingiz kelsin tog'a, dedi yigit mamnunlik bilan. Qo'sha qariylar, o'g'illaringga ham shunaqa sarpolar buyursin. Yigitali bu niyatni beixtiyor aytib yubordi. Bundan ranjigan yigit javobni hayallatmadi. "Ya tog'a, yaxshi nafas qiling. O'g'illarimiz o'zlarini kuyov sarpolarini kiyib yurishadi, xudo xohlasa." Yigitali yaxshi ko'ngilda aytgan gapining zil tomoni ham borligini fahmlab, izza chekdi. "Inam, men ham shuni aytmoqchiman-da. Siz bo'lakcha bo'lib tushunibsiz. Bu kunlarni bog'lab beribdimi? Oldinda dorul zamonlar turibdi. Xudo shoyat sizga beradigan farzandni rizqli nasibali qilib, yurtimizga ham qut baraka bersa."
Shunday kunlarni ko'ramiz deb umid qilib yuribmiz-da bu dunyoda tog'a. Amin, aytganingiz kelsin. Yigit shunday deb otning qorniga to'pig'i bilan asta nuqib qo'ydi. Men taqdirimdan nolimasam ham bo'ladi, deb o'yladi Yigitali. Kelin kuyov ortidan bir qarab qo'yib, har holda to'yimda yengil boshim o'zimniki edi. Dasturxonimga qo'yarga nonim bor edi. Bu ko'rguliklarimiz o'tar ketar. Bolalarimizning baxti kuladigan kunlar ham kelar. Yigitali podani o'tgan hafta o'tlatgan yeriga soy bo'yiga haydadi. Bu atrofda ko'kat butunlay qovjiramagan. Nam yerlarda o't ko'karib turibdi. Yigitali chillaning issig'iga chidamay joni uzilgan o'tlarga qarab, Yevropaning o'tloqlarini esladi. Shu o'tloqlar bu yerlarda ham bo'lmaydimi? Sigirlarning yilini sutga to'lmaydimi? Qo'chqorlar, buqalar ko'zlarni quvnatib semirmaydimi? To quyosh tafti kesilib, poda qaytadigan vaqt bo'lguncha Yigitali birodari Ramazonning xayolida yurdi. U qishlog'iga qaytgandan beri Nazirobodga 3-4 marta otlandi. Uni to shu paytgacha ikki narsa ushlab turardi. Birinchisi, birodarning uyiga quruq qo'l bilan kirib borgisi kelmasdi. U shahid ketgan bo'lsa, bolalari zoriqayotgandir. Bir tishlamdan bo'lsa ham u bu olib boray. Shunday deb niyat qilardi. Ikkinchisi, Ramazonning tirik yoki o'lik ekanini aniq bilmasligi. Yaralanib, yiqilganini aniq biladi. Uni do'zax o'tidan o'zi olib chiqdi. Endi nafas rostlayman deganida sal narda bomba portlagani, oyog'i jist etib kuygani ham esida. Qolgani esida yo'q. Ramazon qaytmagan bo'lsa, demak, snaryad parchasi unga ham tekkan. Buni eshitishsa, uyidagilar bomba portlagan ekan, sen nimaga tiriksan u jon berdi deb ta'na qilishmaydimi? Yuziga aytishmasa ham, ularning mungli qarashlaridan shu ma'noni uqmaydimi? Yigitali ba'zan Nazirobodga xat yozmoqchi ham bo'lardi. Lekin birodarim tirikmisan deb satr bitishga qo'li bormasdi. Mana endi nihoyat vaqti soati yetganga o'xshaydi. Ramazonning bolalariga atab pichi un to'plashdi. Birodari tirik qaytgan bo'lsa, u bilan yo'qsa jigarlari bilan ko'rishishning turli yo'llarini xayolan pishitdi. O'zini shu uchrashuvga ruhan tayyorladi. Poda tegirmon yaqindan o'tayotganda Yigitalining dimog'iga yoqimli bir is urildi. Och qorinning tatalashiga shu is kifoya bo'ldi. Un tortishibdi-da, deb o'yladi Yigitali. Chalpakni kim pishiryapti ekan? U podani tezlatib o'tib ketmoqchi edi. Bolaning ovozi keldi. Yigitali tog'a, to'xtang ekan. Yigitali orqasiga o'girildi. Tegirmon tomondan do'ng oshib bir bola yugurib kelardi. Qo'lida chalpak. Oling ekan sizga, dedi bola hansirab. Kimniki bu? Deb so'radi Yigitali. Qambar tog'aniki. O'zing yedingmi? Hammamiz yedik. Bola shunday deb qo'lidagi chalpakka qaradi. Yigitali chalpakni olib bir uchini sindirdi-da unga uzatdi. Ol. Qorning to'q bo'lsa ham ol. Bo'lmasa. Yigitali kulimsirab bolaning burnini chimchiladi. Kinnang kiradi? Ol. Bola noiloj chalpakni oldi. Shu ozginagina chalpakni deb yaxshi odamga kinna kirishi durustmasdi. Qamar tog'angga ayt, biznikiga kirsin. Yumushlari bor ekan de. Bola xo'p deganicha iziga qaytdi. 4-5 qadam yurmay chalpakdan o'ziga tekkan ulushni og'ziga soldi. Yigitalining kichik tovonlari yorilib ketgandan kechalari inglab chiqayotgan edi. Bugun bir yog'lamasam bo'lmaydi deb qaror qilib, qambar cho'loqni shunga ayttirdi. Yelkasidan bosib turilmasa, qatqaloq yerday tilim-tilim bo'lib yorilgan tovonga piyozdoq qo'yilganda bola azobga bardosh bera olmay to'lg'onib, sapchib ketishi hech gap emas. Yigitalining o'zi bu azoblarni ko'pam tortgan. Bunaqa oyoqning bordan yo'g'i yaxshi deb dodlagan vaqtlari ham bo'lgan. O'shanda farishtalar amin deb yuborgan ekanmi? Etik kiyib Yevropaning yarmini kezgan oyoqning bittasini tashlab qaytdi. Ba'zan qani edi, bir mo'jiza bilan oyog'im o'sib chiqsa, tovonlarning yorilishiga ham
kunda piyozdog' bosishlarga ham rozi edim deb qo'yadi. Bolasiga piyozdog' bosishganda o'zini azoblarini eslaydi. Shuning barobarida bu azoblarni o'tkinchi deb biladi. O'g'lining bu oyoqlari bejirim poyabzallarni kiyadi. Ulug' shaharlarning chiroyli ko'chalarida yuradi deb ishonadi. Faqat ulug' shaharlarda yurganida ko'rgan bu azoblarni yodidan chiqarib yubormasa edi deb xavotirlanadi. Odamzod yaxshi kunlarga yetsa, ko'rgan kechirganlarni unutadi ba'zan. Unutdimi? Demak, kibrga va nafsning turli balolariga bandi bo'la qoladi. Yaxshi kunning qadriga yetish, asrash uchun o'tgan tashvishli, tahlikali kunlarni esdan chiqarmaslik kerak. Yigitali farzandining shunday ulg'ayishini istaydi. Chorsisiga ikkita chalpak o'rab olgan qambar cho'loq qosh qorayganda keldi. Bugun picha un torttirdim, dedi u. Go'yo poda qaytarganda Yigitalini uzoqdan ko'rmaganday. Yugurdak bola orqali unga chalpak yubortirmaganday. Olmaqoq solib damlangan choydan 2 piyoladan ichib, guring qilib olishgandan keyin o'choqqa o't qalandi. Yog' qizdirildi. Piyoz qovurilib qizartirib olindi. So'ng kichik o'g'lonning tovonlariga bosildi. O'g'lonning chinqirig'i 7 mahallaga yetdi. Bunday chinqiriqlar qishloq uchun yangilik emas. Shu sabab hech kim ahamiyat bermasdi. Tonga tandirda o't yoqildi. Non yopildi. Non isi taraldi. Bunga yon atrofdagilar befarq qarashmadi. Yigitalning safarga otlangani xotiniga ma'lum ekan. Bas, qishloq bexabar qolarkanmi? Non isi taralishi bilan gap ham tarqaldi. Baraka topkur shu holida urushda o'lgan o'rtog'ining bolalaridan xabar olib kelarmish. Xabar olgisi kelsa, o'zimizda bechora yetimlar kammi? Nonni begona qilmasa ham bo'lardi. Yigitali gaplardan bexabar. U bo'lajak safarini, aniqrog'i Ramazon yoki uning jigarlari bilan uchrashish onlarini o'ylaydi. Ketar chog'oyni sabr gapi bilan uni ko'nglini og'irtib qo'ydi. Nonni yarmini sotsangiz, o'sha tomonlardan bolalarga etik-betik olib kelardingiz. He, esi yo'q xotin, deb o'yladi Yigitali. Men nima g'amda-yu, sen nima g'amdasan? Etiksiz kun ko'rsa ham bo'ladi. Ammo nonsiz yashash mumkin ekanmi? Yalangoyoq qolishmas bolalar. Xudoga shukr, o'g'illarni ikkovi ham shudli yigit bo'lyapti. Bu yoqda men borman. Xor bo'lishmas. Aytganman-ku senga. Ramazonni bolalari kichkina, kattasini 6 yoshda derdi. Demak, hozir 8 yo 9 da. Shularni o'ylamay. Ha, mayli. Onasanda, ona. O'z bolangga kuyasan. Men urushda o'lib ketsam, u Ramazon tirik qaytsa, allaqachon seni yo'qlab kelardi. Seni bunaqa gaplar bilan ishing yo'q. Nodonsan-da, nodon. Yigitali xayrlashar chog'i bu gaplarni xotiniga xayolan aytdi. Tiliga chiqarmadi. U tuni bilan poyezdda yo'l yurdi. Tushadigan bekati kichik. Poyezd atigi 3 daqiqagina to'xtar ekan. Shoshila arang ulgurdi. Poyezddan tushgan 3-4 yo'lovchi tarqalib, bekatda Yigitalining yolg'iz o'zi qoldi. Odamlar buncha shoshilmasa, Nazirobodga qanday borishni so'rab olishga ham ulgurmadimi? Shunday deb gangib turganda kimdir: "Ha, enim, xayolingiz parishonroqmi?" dedi. Yigitali ovoz kelgan tomonga qaradi. Supurgi dastasiga suyanib turgan qariya undan javob kutayotgandi. Nazirobodga borishim kerak. Qayoqqa qarab yurishni bilmay garayman. Nazirobodgami? Qariya uning yog'och oyog'iga qarab bosh chayqadi. Bu holingizda yetib bora olmaysiz-o. Yo'l yiroq. Picha kuting. Bitta yarimta arava kelib qolar. Yigitali ilojim qancha deganda yelkasidagi xaltani qo'liga olib, bir qavatli ko'kimtir bino devoriga qadab o'rnatilgan o'rindiq sari yurdi. Nazirobodda kimingiz bor? Qarindoshingizmi? Deb so'radi qariya unga ergashib. Birodarim. Birodarim? Kim ekan u? Balki tanirman. Nazirobodliklar ko'p kelib turishadi bu yerga. Ramazon deganni taniysizmi?
43-yilning o'rtalarida urushga ketgan. Ramazonmi? Qariya o'ylanib eslashga urindi. Do'konchi emasmi? Urushdan oldin kolxozda hisobchi ekan. Urushdan qaytdimi yo yo'qmi bilmayman. Kunbotarga qarab 4 chaqirim yurilsa, Qizil ko'prik degan shaharcha keladi. O'sha yerdagi non do'konda Nazirobodlik odam ishlarkan. Otini Ramazon deganday bo'lishuvdi. Uni o'zingiz ko'rganmisiz? Past bo'yli, burni yapaloqroq. Qariya uni ko'rmagan edi. Boshqa tayinli gap aytmadi. Qizil ko'prikka olib boruvchi yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Shag'al to'kilgan o'ydim chuqur yo'ldan yurish it azobini bersa-da, Yigitali chidadi. U bir narsadan xursand. Birodari tirik. Bekatdagi sersoqol gapni mujmal qilgani bilan Yigitali Qizil ko'prikdagi do'konchining aynan birodari Ramazon ekaniga ishonardi. Yuragi shunday xitob qilardi. Bu o'sha do'sting Ramazon. U tirik. Sen uni jangda o'lim qo'lidan yulib olgan eding. Endi u seni kutyapti. Shoshil. Bu yo'l nima ekan? Bundan battarlarda yurgansan. Qani yur. Tezroq yur. Yigitali endi do'sti bilan uchrashadigan baxtiyor daqiqalarni ko'z oldiga keltirdi. Uyda ekanida, bu tomonlarga talpingan kezlarida bu uchrashuvlarni ming xil ko'rinishda tasavvur etardi. Hozir ularni barchasi o'rniga yangisi xayolga keldi. Do'sti uni ko'ra solib quchoq ochib yuguradi. "Jon jo'rajon, bor ekansan-ku. Yo'lingga ko'z tikaverib ko'zlarim oqib tushyozdi" deydi-da, mahkam quchoqlab oladi. "Jon jo'rajon, oyoqni tashlab kelibsan-da. Tirikligingni bilar edim, yuragim sezar edi. Qanot chiqarib uchgim kelardi. Ammo iloj topa olmadim, jon jo'rajon. Noshukur do'stingdan ranjima." "Qo'y bu gaplarni", deydi Yigitali. "Zamonni ko'rib turibman. O'lmabsan. Shuning o'zi men uchun katta baxt. Diydor qiyomatga qolsa nima qilardik? Bundan buyon bordi keldi qilmasak bo'lmaydi. Xudo jonimizni bekorga qaytarib bergan deysanmi? Bolalarni voyaga yetkazib, baxtini ko'rishsin. Keyin ikki birodar davru davronini sursin deb bu dunyoda qoldirgan. Armonda ketganlarning soni sanog'i yo'q-ku." Shirin xayollar yo'l azobini butunlay chetga sura olmas ekan. Yigitali yog'och oyog'ini ko'tarib bosishga bezillab qoldi. Yelkasidagi askar xaltasi og'irlik qila boshladi. Tavba. Non ham og'irlik qilar ekan-da, deb qo'ydi o'zicha Yigitali. 4 chaqirim devdi. Ko'proq yo'l bosdim shekilli. Shaharchasining qorasi ko'rnay demaydi-ku. Yigitali yakka qayrag'ochga yetgach xaltani yerga qo'ydi. Bir ko'ngli dam olmay yuravergisi bor. Ammo yarimta oyoq zirillar, to'xtamasang bir azob berayinki, onangdan tug'ilganingga pushaymonlar yegin deb ogohlantiryapti. U oyoqlarini uzatib o'tirib olib, yog'och oyog'ini yechdi. Shuni kutib turgandek shabada esa biram rohatlandi, biram yayradi. Yarimta oyog'i orom olgach, yana ro'dapoy yog'ochni kegib o'rnidan turdi. Shaharchaga yetib borgach, non do'konni topishi qiyin bo'lmadi. Ola buda oqlangan devoriga ko'mir bilan xlip deb yozib qo'yilgan ko'rimsizgina pastak bino oldida 20 tacha yaqin odam navbat kutib turardi. Yigitali do'konga yaqinlasha turib Ramazonni ko'rdi. Ammo unga talpinganiga daf'atan ro'para bo'la olmadi. Ramazon bu onda kimgadir jahl bilan baqirardi. Yigitali do'konga yon tomondan yaqinlashib, Ramazonga ro'para turgan kampirni ko'rdi. Kampirning yonoqlari bo'rtib chiqqan, boshidagi ro'moli sirg'alib yelkasiga tushgan. Qog'oz tutgan titroq qo'lini Ramazonga uzatgan holda yalinardi. "O'zim och qolsam ham mayliga, bolamni yodgorlari tuz totmay o'tirishibdi. Baraka toping iloyim. Bolalaringizni rohatini ko'ring." Kampir iltijosini oxiriga yetkaza olmadi. Ramazon unga qarab yana baqirdi. "Yo'q dedim-ku. Buvimnikini kesib beramanmi sizga? Non kerak odam uyda biqsib yotmay, vaqtliroq chiqmaydimi?" "Voy baraka topkur. Kecha Xuftonda kelib shu yerda tong ottirganman. Nonni kelishini kutib kuni bilan navbatda turdim-a. Aldayotganim yo'q, mana bular guvoh."
Bo'ldi, ming'irlayvermay qonimga tashna qilib yubordingiz. Nari qoching, do'konni berib ketaman. Ramazon shunday deb deraza qopqog'ini sal ko'tardi-da, tirgovchini oldi. Navbatda turganlar kampirni chetga tortib qolishmaganda, og'ir deraza qopqoq uni boshini majaqlashi mumkin edi. Kampir do'kon ochilib, do'kondor "Keling, ona, men hazillashdim, siz uchun topiladi non" deb qolarmikin degan erinchda deraza qopqoqqa ancha vaqt umid bilan tikilib turdi. Navbatda yetmaganlar umidlari sinib, asta tarqala boshlashdi. Kimdir taqdiridan nolidi, kimdir do'konchini qarg'adi. Kampir non olish huquqini beruvchi qog'ozlariga mung bilan tikilib turdi-da, ularni kamzul cho'ntagiga solib asta-asta yurganicha do'kondan uzoqlashdi. 5-10 qadam yurib yana ilinj bilan orqasiga o'girilib qaradi. Chorasiz kampirning asta-asta qadam bosishidan Yigitalining nazarida zamin zirillardi. O'g'lining, balki o'g'illarning hajrida kuyib, adoyi tamom bo'lgan bu ona non deb chirqirab turgan nabirasining, balki nabiralarning oldiga nima deb kirib boradi? Boshini qaysi toshga ursin bu ona? Kampirning dardli qadamlariga yer chidolmadi. Titray boshladi. Yigitalining nazarida shunday bo'ldi. U ahyon-ahyonda uyg'onib, shaharlar va qishloqlarni vayron qiluvchi zilzilalarning sababini bilmaydi. Bu haqda o'ylab ham ko'rmagan. Biroq hozir yer titragandek tuyulganida buning sababini topganday bo'ldi. Odamlarning bemehrligiga chidolmagan yer asabiylashib dod deb titrasa kerak. Yigitali bu yerda nima uchun kelganini unutdi. Kampirning orqasidan biroz qarab turdi-da, tez-tez yurib unga yetib oldi. "Onaxon, to'xtang." Kampir bexos eshitilgan ovozdan cho'chib o'girildi. "Menga aytyapsizmi?" dedi xavotirlanib. Yigitali ha ishorasini qilib xaltani og'zini ochdi-da, 2 ta non olib kampirga uzatdi. "Onaxon, oling, bolalarga berasiz." "Mengami?" Kampirning hayrati battar oshdi. "Bunga pulim yetmaydi. Almashadigan tuzuk quruq narsam ham yo'q." "Bepul olavering." "Bepul?" Kampirning taraddudi, ishonchsizligi Yigitalining achchig'ini qo'zg'ata boshladi. Endi u maqsadini qanday tushuntirsin? Hamma narsani pulga chaqavermang. Bu dunyoda hali odamgarchilik degan fazilat bor, diyonat bor, insof, vijdon. Agar bular qirilib ketgan bo'lsa, qiyomat boshlanibdi-da desammi? Bularni tushuntirgunicha 2 ta non deb 2 soat laqillash kerakmi? "Oling, bo'lmasa aynib qolaman", dedi Yigitali yolg'on po'pisa bilan. Kampir ishonib-ishonmay nonga qo'l uzatdi. Nahot bu yorug' dunyoda shunday odamlar qolgan bo'lsa? Yo bu odam emas, farishtamikin? Meni nolalarimni eshitib, Xudoyim osmoni falakdan tushurdimikin-a? Yo'q, nolalarga tushadigan bo'lsa, kunda osmondan ming farishta yog'ilishi kerak. Bu farishta emas, odam, yaxshi odam. Mayli, olaman, ammo siz shu yerda tura turing. Bekorga olib ketaversam, sadaqa bo'ladi. Men gado emasman. Shu yerda turib turasizmi? Yigitali baqirib yubormaslik uchun xo'rsindi. Odamlarga ham yaxshilik qil, ham nima uchun yaxshilik qilganingni obdon tushuntir. Xo'p, anavi do'konda bo'laman, dedi u g'o'ndirab. Kampir ancha ildam yurib, dadil qadam tashlardi. Yigitali do'konga qaytib, deraza qopqoqni taqillatdi. Ichkaridan "Non yo'q, tamom" degan ovoz keldi. Yigitali yana taqillatdi. "Menga ham tinchlik kerak, insof bormi o'zi sizlarda?" degan hayqiriq eshitildi. "Ramazon?" deb chaqirdi Yigitali. "Ha, Ramazonman, lekin non yo'q, tamom." Yigitalining achchig'i chiqdi. U bunday uchrashuvni sira kutmagandi. Agar biror bir folbin unga yo'liqib, "Birodaring bilan shu tarzda uchrashasan" desa, tilini shart sug'urishga tayyor edi. Nima qilsin? Umid degani qo'lga qo'naveradigan qush emas ekan. Yigitali yana taqillatgandan keyin deraza qopqog'i asta ko'tarildi. "Kimsan?" "Yigitaliman." "Yana qaysi Yigitali?" Ramazon shunday deb boshini chiqarib uni ko'rdi-yu, "Yigitali? Yopiray, rostdanmi? O'zingmisan, jo'rajon?" deb tezgina qopqoqni yopdi.
Dam o'tmay do'konning yon tomonidagi pastak eshigi ochildi. Ramazon chiqib hali jahldan tushmagan Yigitalini quchoqlab oldi. Yigitali uchrashuv umidida uy surganda birodarining shunday quchoqlashini tasavvur qilardi. Lekin bu holat ayni damda unga juda huzur baxsh etmasdi. "Obbo seni, obbo jo'rajon ey, qaysi shamol uchirdi a? Oyoq qani? Tashlab keldingmi? Chatoq bo'libdi. Qani yur ichkariga kiraylik. Keyin uyga o'tamiz." Ramazon tinmay gapirib uni do'kon ichiga boshladi. "Shu yerda rizqimni terib yuribman. Bola chaqa Nazirobodda. Bu yerda ham bittasi bilan nikohdan o'tib qo'yganman. Nazirobodda rais bo'lasanmi deyishdi. Tashlandiq kolxozga rais bo'lib esimni yebmanmi? Omborxonasidagi sichqonlar qo'ltiqtayoqda yurgan bo'lsa, jo'rajonlarga qulluq shu joyni eplab berishdi. Xo'sh, qorning ochgandir-a? Hozir. Jon jo'rajon. Ammo oyoq chatoq bo'libdi-da." Ramazon gapira deraza ostiga begona ko'zdan pana qilib yashirib qo'ygan qutini ochdi. Yigitali aniq ko'rdi. Quti ichida 10-15 dona bo'lka non bor edi. Berilsa tunu kun navbatda turib, oqibat noumid qaytganlarning yarmiga yetardi. Ramazon nondan bittasini olib, pichoq bilan kesdi. Qutining yonidagi xaltachani titkilab, bir parcha go'sht, 4 ta tuxum chiqardi. Shisha bilan piyolani qayerdan olganini Yigitali sezmay qoldi. Uning ko'zi hamon qutida edi. Qutidan unga non ilinjida javdiragan ko'zlar tikilib turganda edi. Uni nigohini Ramazon ham sezdi. Ko'zi nonda, och ekan bechora. Hali shuning uchun kelgandir. Hali tirik o'lib bo'lib bo'ynimga osilib olmasa edi. Seni qutqarganman deb minnat qilsa, 2 ta non berib qutulib qo'ya qolaman. 2 ta non hozir hayot degan gap. Qani jo'rajon, uchrashuvimizni frontchasiga bir yuvaylik. Xo'sh, nima yumush qilyapsan? Podachiman. Ishing yurishmabdi-ku, jon jo'rajon. Nima qilmoqchisan endi? Yo shu atroflarda ish qidirmoqchimisan? Cho'qqiga intilib oqibat bosqoqqa botgan odam holiga tushgan Yigitali bo'g'iq ovozda buyurdi. Qani, qo'y. Ramazon yarim piyola quydi. To'ldirib, baquvvat qilib qo'y. Yigitali piyolani bir ko'tarishda bo'shatdi. Nonga ham, go'sht, tuxumga ham qo'l uzatmadi. Ramazon o'ziga ham qo'ydi. Omon bo'l, jo'rajon. Kelganingdan xursandman. Qaytishingda esimga sol, bolalaringga non-pon berib yuboraman. Bu gap Yigitalining bo'g'ziga xanjardek sanchildi. Buyaqqa ber. Juda tomoqqa qirab turgan ekan-da. Yigitali Ramazonning xunuk xingirlashiga qaramay, qo'lidagi piyolani tortib olib ko'tardi. Icha turib xotindan o'pkaladi. Bormang deb turib borsang o'larmiding-a? Sen diqqa bo'shagan xotindan yana bormikin bu olamda? Cho'loq ering bir yoqqa boraman desa indamay qolaverasanmi? Uni xayoli deraza qopqoqning taqillashidan buzildi. Kim u? Non yo'q, deb baqirdi Ramazon. Tashqaridan ayolning menga bir kishi kerak edilar degan siniq ovozi keldi. Qanaqa kishi? Bir oyoqlari yo'q. Sen so'rayapti shekilli, deb ajablandi Ramazon Yigitaliga qarab. Keyin gapni hazilga burdi. Kelmasingdan xotinlar yo'qlab qolishibdi-ku. Yomonsan, jo'rajon, yomonsan. Polshada ham bitta jonon ishqingda mast bo'lib yurardi. O'zing ham qaramading, menga ham ilinmading. Shunaqa xasisliging ham bor edi. Yigitali kampirning qaytib kelganini anglab, oshnasining gaplariga parvo qilmay o'rnidan turdi. Xaltasini qo'lga oldi. Ramazon unga ergashib tashqariga chiqdi. Kampir bir juft xrom etikni xuddi chaqaloq kabi bag'riga bosib turardi. Baraka topkur, shuni oling, yaxshiliklarga kiying, dedi kampir etikni uzatib. Jo'rajon pismiqqina bo'lib chaqochilik qilib yuribdi shekilli, deb o'yladi Ramazon. Keyin oldinga o'tib etikni qo'liga oldi. Yangigina ekan, 1-2 kelgan xolos. Qanchadan bo'ldi kampir? Sotmayman buni. Bu kichiga olib keldim. Non berib edilar. Non? Shu odammi? Ramazon Yigitaliga ajablanib qaradi. Sen non berdingmi?
Yigitalining vujudi titray boshlagandi. U Ramazonni boloxonador qilib so'kinishi ham, tana dashnomlarga ko'mib tashlashini ham, hatto urib qolishi ham mumkin edi. Hammasi bekor. Bu men o'ylagan odam emas ekan. Na gapning, na kaltakning foydasi bor bunga. Men Ramazonni olovdan olib chiqmagan ekanman. Ramazon jangda o'lgan ekan. Bu meni do'stim emas. Ramazon qiyofasiga kirgan shayton. Shu fikr uni barcha gap u harakatlardan to'xtatib qoldi. Yigitali Ramazonning qo'lidan etikni olib kampirga uzatdi. Yog'och oyoqqa xrom etik yarashmaydi onaxon, bekor qilibsiz. Qani yuringchi. Yigitali shunday deb yo'l boshladi. 5-10 qadam yurgach orqadan Ramazonning ovozi keldi. Tezroq qayt, kutaman. Yigitali qayrilib qaramadi. Ramazon uning izidan bir pas turdi-da, esi bormi buning? Kelib kampirga elakishadimi? Deb g'ijinib do'konga kirdi. Etikni bag'riga bosib olgan kampir Yigitaliga yetib oldi. Etik o'g'liniki bo'lsa kerak. Ajab dunyo. Xotirani ham nonga almashtirsa. Shunday o'yladi Yigitali. Onaxon, nonni bekorga oldim deb xijolat chekmang. Agar mumkin bo'lsa uyingizda bir kecha tunay. Holdan toyganman. Bu ahvolimda bekatga yetib bora olmayman. Baraka topgur, bir kecha ming kecha emas, joyimiz bemalol. Uyga borishgach, kampir mayda-mayda to'g'ralab quritilgan qizil sabzidan choy damladi. Haligi do'kondor tanishingizmi? Deb so'radi kampir unga choy uzata turib. Yigitali kutilmagan savoldan gangib darrov javob qaytarmadi. Yo'q, dedi nihoyat. Benihoya bir o'kinch bilan. Birodarimni izlab kelgandim o'sha yerga. Shu odamdir deb o'ylabman. Endi bilsam, u urushda o'lgan ekan. Uni qutqarib qola olmagan ekanman. Kampir ishonchsizlik bilan qarab qo'ydi-yu, boshqa gap so'ramadi. Kampir xuftonga yaqin non do'koniga navbatga turgani chiqib ketdi. Ertasiga kun yoyilganda xursand kayfiyatda 2 ta non ko'tarib qaytdi. Sabzi choy damlab mehmonni chiqishini kutdi. Chiqavermagach, u yotgan uy eshigidan mo'raladi. Mehmonning o'zi yo'q, ammo xaltasi yostiq yonida turardi. Kampir uni biror yoqqa chiqqandir deb kutdi. Peshinda ham, kechda ham ko'rinmadi. Kampir xaltani ochishga botinmadi. 3 kundan keyin kichik nabirasi xaltada tandir non borligini aytgach, hayratdan dong qotdi. Yigitalini qishloqqa kiraverishda 2 kishi qarshi oldi. Ularni ikkovi ham orasida kiyingan, qotmadan kelgan, harakatlari chaqqon edi. Yigitali Sulton Aliyevsizmisiz? Deb so'radi yoshrog'i. Menman. 2 kundan beri qayoqlarda yuribsiz? Birodarimni izlab keldim. Kimsizlar? Nega meni surishtirib qoldingiz? Qani, yuring biz bilan. Kimligimizni borgan yeringizda bilasiz. Qayoqqa? Idoragami? Ha, idoraga. Bular rayondan kelishgan shekilli. Yana odamlarning gapi to'g'ri kelib, meni rais qilib qo'yishsa-ya? Yo'q, baribir ko'nmayman. Bir oyog'i bilan kolxozni eplab bo'larkanmi? Ajab dunyo. Sendan so'rab ham o'tirishmaydi-ya. O'sha kuniyoq Yigitalining xalq dushmani sifatida fosh qilinib qamoqqa olingani haqida gap tarqaldi. Rais odamlarga 2 kun davomida o'zlari uchun boshoq terishlari mumkinligini e'lon qildi. Oradan 3 oy o'tib, oynasi o'g'il ko'rdi. Odamlar hukumatning bu qamog'idan hech kim tirik qaytmaydi deyishgach, bolasini ismini Yodgor deb qo'ydi. Oradan ro'p-barosa 1 yil o'tgach, Yigitali yog'och oyog'ini do'qillatib uyiga kirib keldi. Ko'ksida orden. Raisning gaplari yolg'on ekanda, bo'lmasa qamoqdagi odamga ham orden berishadimi deb o'yladi oynasi. Kenjatoyni ismi Yodgor ekanini bilib, Yigitali avval ranjidi, keyin komandirimga xat yozmaganimda chindan Yodgor bo'lib qolish hech gap emasdi. Bahonada men komandirimni topdim. Oxirgi jang uchun berilgan ordenni oldim. Ular meni o'lib ketgan deb yurishgan ekan. Ajab dunyoda bu o'zi, dedi. Odamlarning gaplariga ishonmay, o'g'lingiz 6 oylik bo'lgunigacha ham ism qo'yishmagandi. Endi o'zingiz boshqa ot qo'yib bering, dedi oynasi. Yigitali biroz o'ylanib turgach bosh chayqadi.
Yo'q, shu kunlarimni eslatib turadi. Yodgor bo'laversin. Yodgor 7 yoshga to'lgan kuni kutilmaganda Yigitaliga Ramazondan bir xat keldi. Qachondir do'st deb atalgan inson nomini xotira kafaniga o'rab, qalb mozorining tub-tubiga ko'mib qo'ygan edi. O'sha do'st o'zining tirik ekanini bildirib xat yozibdi. Qadrdonim, jon jo'ramga sog'inchli salom. Qadrdon oshnang borligini 6 yildan beri eslamabsan. Durustsan bola, deb o'yladi Yigitali. Meni o'lim changaldan qutqargan jo'rajonimni sog'ingandan sog'indim. Sog'insang kelmaysanmi? Yo'qlamaysanmi? He nomard, to'rt bichang sog' bo'lsa, men dunyoni narigi burchagida yashamasam. Xayoliga kelgan bu fikrni quvib, Yigitali o'qishda davom etdi. Seni ko'p eslayman. Qaniydi qanotim bo'lsa-yu uchib borsam, seni bag'rimga bossam. Ammo ilojim yo'q. Qanotlarim qirqilgan. Arzimagan bir necha ming so'mni deb azob chekib yuribman. Xudo jazoingni beribdi-da. Xalqni qarg'ishi osmonga uchib yo'q bo'lib ketmaydi. Tuproqqa singmaydi. Shunga aqling yetmasmidi, deb o'yladi Yigitali. Jon jo'rajon, butun umidim sendan. Katta idoralarga xat yozib, urushdagi xizmatlarimni ayt. Komandirimiz hozir katta ishda ekan. Seni yaxshi ko'rardi. Gapingni yerda qoldirmaydi. Unga xat yoz. Meni himoya qilsin. Sen meni o'limdan tortib olgan eding. Bu yerdan chiqib ketishimga ham yordam qil. Bolalarim yetim bo'lib, chirqirab qolishmasin. Yigitali xatni o'qigach o'yga toldi. Kun bo'yi o'tirsa ham, tursa ham xayoli Ramazonda bo'ldi. Avvalgi oxiri harom teshib chiqibdi-da deb o'yladi. Ammo battar bo'lsin degan hukmga kelmadi. Shuda 7 yil avvalgi manzarani yana ko'rdi. Zambalda 3 bolaning o'ligi emish. Uchovojlikdan tarashadek qotgan quruq suyakning o'zi. Faqat aniq esida, Ramazon avvalgi safar murdalar tepasida bo'zlab turgan edi. Bu gal do'konidagi non to'la quti ustida o'tirib olib xunuk tirjayarmish. Har yili yoz boshida bir suvab qo'yiluvchi supada yotgan Yigitali ko'zlarini ochdi-yu, bo'zara boshlagan osmonga yolg'iz qolgan yulduzni ko'rdi. Anchagacha qimir etmay yotdi. Ko'rgan tushini biror bir narsaga yo'ymadi. Quyosh ko'tarilib, hamma o'z yumushi bilan ketgach, kenjatoyi bilan qoldi. Jo'ja xo'rozni quvib yurgan Yodgorning harakatlarini kuzatib jilmaydi. So'ng qo'lga qalam qog'oz olib, komandirga xat yoza boshladi. Xatga so'nggi nuqta qo'ygach, yelkasini bosib turgan og'ir yukdan qutulgandek ko'ngli ravshanlashdi. Yog'och oyog'ini do'qillatib, pochtaxona tomonga yurar ekan. Ajab dunyo, deb pichirlab qo'ydi. Tamom. Tinglaganingiz uchun rahmat. Kanal rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang.